Qiziljoyda bugun dieta atmen. Azizlarim, assalomu alaykum. Dietada bulchka yemay qo'ydinglarmi? Yana bir marta pishirib yeb ko'ramizmi? Idishimizdagi issiqqina sut solib olamiz. Ketidan muzdagiroq suv solinadi. Ozginagina shakar solsak hech narsa qilmasa, mazasi uchun vanilin ham qo'shamiz. Mayli, shu yerda yog' ham sovuramiz. 2 dona tuxumni ham qo'shib olamiz. Chiroyli oshib chiqish uchun drojani ham qo'shib olamiz. Aralashtirib olinadi. Elakdan unni 2 marta bo'lib o'tkazib olamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Keragicha yana un solinadi. Xamirni qo'lda endi yumshoqqina qilib qorib olinadi. Bulchkani siri yumshoq, xamir shunaqa cho'ziluvchan bo'lishi kerak, qo'lga biroz yopishib tursin. Shundagina yumshoqqina bulchka chiqadi. Siri ham o'zi shunda. Qaranglar, lo'ppigina bo'lib oshib chiqqanini ikkiga bo'lib bittasini yoyib olamiz. Ustiga yumshoqqina sariyog'ni surtib olamiz. Grammlarini esa opisaniyada qoldirganman. Xamirni o'rtasigacha yetkazmasdan lentichkalar kesib chiqamiz. Faqat bir dona lentichkani kattaroq qilib qoldiramiz. Hamma xamirni o'rtaga to'ppida qilib taxlab olamiz. Yarim soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Xolodilnikdan olib un sepib yoyib olinadi. Shu xamirdan 12 dona bo'lak kesib olamiz. Rogalik qilib o'rab olinadi. Barchasini listga terib yana 15-20 minutga qoldiramiz. Yanoqlari qizarib chiqish uchun tuxumlarni surtib olamiz va gaz pechiga 150 gradusga 25 minutga qo'yib olamiz. Mana pishib chiqdi. Endi buni ustidan qiyomlarni quyib olamiz. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ring. Bundan tashqari YouTube kanalimiz ham bor. Obuna bo'lishni unutmang. Kelasi videolargacha xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.